Olim edi bir kun, ul iblis bo'ldi. Niyati odamni qilmoq beiymon, ammo odamlarga berildi imkon. Noumid degan nom shaytonga qoldi. Inson degan so'zga qofiya isyon, va lekin oz bo'lsin ba'zida iymon. Birgina kalima oxirgi zamon. Noumid degan nom shaytonga qoldi. Odamlar tinmasdan haddan oshdilar. Iymondan chiqdilar, xariyon qochdilar. Hattoki osmonga toshlar otdilar, va lekin noumid degan nom shaytonga qoldi. Har kim turli tomon nigohin tikkan, umidli ko'zlarida Alloh bir degan kalima yangrasa kifoya ekan. Noumid degan nom shaytonga qoldi. Ba'zan qalbimizga tushar tug'yonlar, ba'zan qarshi olsak og'ir to'fonlar. Haqni topib keldi Abu Sufyonlar. Noumid degan nom shaytonga qoldi. Ko'pchilik bilmaydi iymon lazzatin, umidga ishonib yashamoq baxtin. Asli bu eng aziz, eng yaxshi sokin. Noumid degan nom shaytonga qoldi. Eng so'nggi manzilni tavba bilaylik, Allohdan so'raylik, unga yig'laylik. So'nggi lahzada ham umid qilaylik. Noumid degan nom shaytonga qoldi.